Anor po'stlog'idan hech foydalanganmisiz? Anor po'stlog'ini nimalarga qodirligini bilasizmi? Anor qobig'idan qanday dori tayyorlash mumkin? Videoni oxirigacha tomosha qiling va anor qobig'ining qachon qo'llanilishini bilib oling. Doktor Uz ilmga asoslangan sog'lik maslahatlari. Kuz anorlar yetiladigan mavsum. Chiroyli va juda foydali meva anor immunitetni oshiruvchi, sharbati esa qonni tiklovchi, oshqozon ichak trakti ishini yaxshilovchi xususiyatga ega. Ammo ma'lum bo'lishicha, ko'pchilik shafqatsizlik bilan tashlab yuboradigan anor qobig'i ham shifo baxshlikda tengsiz ekan. Anor po'stlog'i qanday xususiyatlarga ega? Anor po'stlog'ida quyidagilarni topamiz. Antioksidantlar, ya'ni A, C va E vitaminlari anor donalaridan ko'ra po'stlog'ida ko'proq. Yog'larning parchalanishiga yordam beruvchi ursolik kislotasi, biriktiruvchi ta'sirga ega tannin moddalari ichaki buzilishlarni yengishda yordam beradi va to'qimalarning yangilanishini rag'batlantiradi. Antibakterial va antiparazitik faollikni aniqlaydigan antosiyaninlar, kaliy, temir, rux, yod, alyuminiy va fosfor kabi minerallar. Shuningdek, po'stloq tarkibida ozuqa tolasi, shakar va organik kislotalar ham bor. Tarkibiga ko'ra, anor qobig'i donidan ham foydaliroqdir. Anor po'stlog'i yog' almashinuvini faollashtiradi, metabolik tezlikni oshiradi, vazn yo'qotishga yordam beradi, teri va shiliq pardalardagi nuqsonlarni davolashga yordam beradi, yurak va qon tomirlarining faoliyatini yaxshilab, qon bosimini me'yorlashtiradi, qarishning oldini oladi, erkin radikallarni zararsizlantiradi, ateroskleroz va qandli diabetning profilaktik vositasi sifatida qonda xolesterin va qand miqdorini nazorat qiladi. Mushaklar vaznning oshishiga va faoliyatiga yordam beradi. Sochni mustahkamlaydi. Soch turmagingizni yanada hajmli qiladi. Bakteriyalar, viruslar va parazitlarga qarshi kurashadi. Qon ketishini to'xtatish qobiliyatiga ega. Ichak faoliyatini tiklab, yo'g'on ichakda foydali bakteriyalar sonini ko'paytiradi. Anor po'stlog'i qanday maqsadlarda qo'llaniladi? Yuqumli va yuqumli bo'lmagan turdagi ovqat hazm qilish tizimi kasalliklarida, oshqozon va ichakda yara hamda eroziyalar paydo bo'lganda, ich ketishga moyillik bo'lganda, milk, til va tomoq kasalliklarida, og'iz bo'shlig'i va tomoqni chayish uchun, turli teri yaralarida, masalan, kuygan joy yaxshi bitmay, yiring paydo bo'lganda, vitamin yetishmovchiligi yoki kamqonlikda umumiy holatni yaxshilash uchun, hayzning qon ketishiga moyil turida, og'ir kasallik yoki jarrohlik operatsiyalaridan keyin tiklanish davrida, ko'rish qobiliyati yoki asab tizimi buzilganda. Shunday qilib, anor po'stlog'ining imkoniyatlari nihoyatda keng va turli sharoitlarda ishlatiladi. Anor qobig'idan qanday dori tayyorlash mumkin? Dori tayyorlashdan avval anor po'stlog'ini yig'ib, quritib, kerak bo'lgunga qadar saqlash kerak bo'ladi. Po'stloqning shifo baxshligini ko'rish uchun qaynatma yoki shunchaki qahva maydalagich yordamida kukun holiga keltirish kerak bo'ladi. Keyinchalik yaralarga sepish mumkin. Qaynatmani tayyorlash uchun 1 osh qoshiq anor qobig'iga 500 ml qaynoq suv quyib 10 daqiqa qaynatiladi va termosga damlab qo'yiladi. Tayyor ichimlikni kuniga 3 mahal 100 ml dan qabul qilasiz. Qaynatma organizmni tetiklashtiradi va ich ketishini to'xtatadi. Yana u bilan og'iz bo'shlig'i va tomoqni chayish teridagi yaralarga ishlov berish mumkin. Shunday qilib, sizga maslahatimiz: anor qobig'ini tashlab yubormasdan saqlab qo'ying va kerak bo'lganda ishlating. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha. Doktor Uz ilmga asoslangan sog'lik maslahatlari.